Mard tojikcha, forscha, mujik ruschasiga, erkak o'zbekchasiga, rijol arabchasiga. Erkak bizmi? Faqat pasportda ko'rinishda erkak bo'lmaylik-da akalar. Amalda erkak bo'laylik. Erkak Xudo ar-rijalu qawwamuna 'alan niso degan, erkaklar ayollardan balandda turadi. Nima ma'noda? Huquqda emas. Huquqda ayollar bilan tengmiz, yashash, ta'lim olish, ta'lim berish. Ular biz nima huquqqa ega bo'lsak, ular ham shu huquqqa ega. Lekin himoya masalasida, turib berish masalasida, boqish bizda bo'ladi. Biz shu ma'noda yuqorida turishimiz kerak. Xotin kelyatib nos olib kelarsan desa, qo'shib ro'mol olib kelaverish kerak. Ishmas bu. Shu gaplarni aytmasa bo'lmayapti-da.